To'g'ri bilan jinoyatchi qidiruvda odam qochsin aka, siz qochmang. Assalomu alaykum. Agar biz qo'ygan videolarga ishonmasangiz, o'zingiz kelib bir qator ma'lumotga ega bo'lish uchun aynalik kelsangiz ham bo'laveradi. Baraka bo'ldimi? Baraka bo'ldimi? 31,5. Bor baraka. Havas qilganlar like bosib qo'yamiz. 32 million kami bor deyapti. Hozir sizlarga to'liq ma'lumotni yetkazamiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Mol dunyo o'z kanalining a'zolari, YouTube ishqibozlari, Chorva ishqibozlari, kanalimiz mehmonlari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan akalar, ukalar, qadrdonlar. Biz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Yozyovon Chorva bozoridan sizlarga to'g'ridan-to'g'ri efir qilyapmiz. Videolarimiz oldidan bitta like so'rab qolamiz. Kanalimiz mehmonlari obuna bo'lishingizni unutmang. Biz qo'yayotgan videolarni muntazam ravishda ko'rib borishga muvaffaq etamiz. Hafta kuniga chorshanba 15-aprel 2026-yil. Qadrdonlar, biz sizlarga mana shu mavzu to'liq videolarini sizlarga ko'rsatamiz. Telefon raqamlarini ekran ostiga qo'yib qo'yamiz. O'zlaring aloqaga chiqib, o'zlaring uchun ma'lumotga ega bo'lishlari mumkin. Bunday bo'lsa, qani bo'lsa ket. Kelamiz. Buni aka juda ham go'zal ekan. Tashqariga olib chiqinchi bir ko'raylik-chi. Olib chiqing, yo'q qiynab qo'yadimi sizni? Muhammadaz boqqan buni, Muhammadaz. Endi buni kattaroq odam ushlamasa, kichkina odam qiynalib qolar ekan. Shuning uchun o'ziga hozir yaqin borib ko'rsatishga harakat qilamiz. Xo'p. Qadrdonlar, havas qilganlar birinchi o'rinda like bosib qo'yamiz. Xo'p, buni nomi nima? Juda ajoyib ekanmi? Yelkalarini ham ko'rsatib qo'yaylik, yelkalari. Bu nima bu? Sherigimi, ukasimi yo akasimi? Ukasi ekan, ukasi kichkina ekan. Aka, juda ham chiroyli ekan. Men uzoqdan ko'rsataychi. Uzoqdan, yondan. Xo'p. Qadrdonlar, to'liq ma'lumotini olishga harakat qilamiz. Xo'p, nech pul deyapsiz? 32 million deyapsiz. 32 million deyapsiz, a? Xo'p. Kami bormi? Kami bor. Bozor nech pul qildi? To'g'risini ayting. 29 million. 29 million so'm qildi. Picha-picha qo'ysa, yuradi, oldiga sotamiz, a? Xo'p. Bo'yini aytaylik-chi, bo'yini. Buni 20 desa yarashadi. 20 desa tepada turibdi-da. Xo'p, biz qabul qildik 25 ga. Biz 24 25 ga qabul qildik. Uzunligini qaranglar. Ekranga ham sig'mayapti. Mana hozir o'ralama masofam 2,5 metr, 3 metr bo'lsa, o'ralama masofam. Ekranga ham sig'mayapti. Boringki, mana 3 metr bo'ldi. 3,5 ham bo'ldi. Havas qilganlar, akalar 29 million so'm qilibdi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Aka, telefon raqam bering qiziqqanlarga. 91lik 668 32 75. Telefon raqamlarini ekran ostiga qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qaytarib yuboring telefoningizni. 91lik 668 32 75. Boshqa raqamini olmaymiz. Bemalol o'zlaricha ma'lumotga ega bo'lishlari mumkin. Ungacha biz mana shu yerda qiziqarli bo'lgan savdo bo'lyapti. Borib ularga ma'lumotga olishga harakat qilamiz. Xo'p, hali savdo Nesbilga chiqdi. Hali ikkitami? Ha? 17 milliondan 34 million bo'lyapti. 35 ga chiqdimi? Qaysi biri? Mana shu ikkovsi, ha? Nech pul bo'ldi aka? 23,5 million bo'pti ekan, qadrdonlar. 23,5 million. Xo'p, novosimiz bo'yi 1.10, 15 plus minus 20 chiqmaydi. Hali ham savdosi bo'lyapti. Qadrdonlar, dehqonlarimiz kelibdi bozorga. Qaysini qilyapsizlar, hormanglar? Qaysi bo'layapti? Qaysini so'rayapsizlar? Nech pulga? Nech pulga? Ha? 14,5 million. Bo'yi 1.5 plus minus. Xo'p, 14,5 ga savdo qilyapti. Mana tanigan bilganlar kommentariya yozib qo'yamiz. O'zimizning mahalladoshlarimiz. Dehqon, asl dehqonlar. Xo'p, olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini. Sotaman dedik. Men o'zim 15 ga bas olgan. O'shaning uchun mayli sotmayman desa, soting degan sotyapti. Mana shu yerda ham savdo bo'lyapti. Real savdolar. Assalomu alaykum. Qaysi bo'lyapti? Qaysi bo'lyapti? 8,5 million so'm savdo bo'lyapti. Bo'yi 1.5-10 plus minus. Shunaqa gaplar o'zlari aytish kelmadi. Biz eshitib olib, o'zimizga yarasha ma'lumot olyapmiz. Qadrdonlar, havoyimiz jiyitcha, bulutli bo'lib, osmonlarimiz havo mazza havo bo'lyapti. Mazza havo bo'lyapti. Nech pulga bordi? Hasan aka oxiri 14 million 600 ming so'mga savdo bo'lyapti. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasi. Assalomu alaykum, hormang.
Aka, nech pul deyapsiz buni? 20 million. Xo'p, 20 million. Bo'yi buru 15 desa adashmaymizmi? 15 desa adashmaymiz, to'g'rimi? Xo'p, 20 desa talashgan bo'lib qoladi. Ko'rasiz, ha. Tepada turibdi-da o'shaning hisobiga. Bozor nech pul qildi, to'g'risini ayting. 17,5 million qilyapti. Xo'p. Aka, olsa har doim olmasa bizning muxlislarimiz telefon raqam berasizmi? 90lik 834 8393. Qadrdonlar, sotilib ketgan bo'lsa, o'zlaring uchun ma'lumotga ega bo'lishlaring ham mumkin, bemalol qo'ng'iroq qilishlaring mumkin. Shunaqa gaplar bizdan uzoqlashmay, mana shu yerda ham ikkita chiroyli savdo bo'lyapti. Sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Biz boqma buqalarda, novvoslarda ichidamiz. Qaysi bo'lyapti? Nech pul bo'lyapti? Xormay, assalomu alaykum. 21 million so'mga, 21 million so'mga. Paketda chiroyli savdo. Xormaylar, assalomu alaykum. Real savdolar. Qaysi bo'lyapti? Qaysi? Nech pulga? 18 million 300. Masha 18 million 300 ming so'mga qarabola novvos boqma buqamiz bo'yi 5-10 plus minus. Mana bozorda molni qiynab tushini ko'rishyapti. Endi ko'rib olgan ham yaxshi bir tomondan. Ko'rib olgan ham yaxshi. Bunaqa gaplar, chiroyli savdolarni biz sizlarga qo'yishga, ko'rsatishga harakat qilyapmiz. 17 million 500 ming so'mga real savdolari. Olganga ham sotganga ham Alloh barakasi bersin. Novvosimiz, mana orqalarini ham ko'rsatib beraylik. Bo'yi 1 metr chiqadigan novvos buqamiz. Shunaqa gaplar biz yurishga harakat qilamiz. Oldilaymi, sotdilaymi? Oldilayni, yaxshimi? Bunaqa gaplar biz statistikalarda olyapmiz. Bozorimiz oldiga yurganini ham ko'rsatishyapti. Mana shu yerda qiziqarli savdo bo'lyapti. Ya xormaylar, assalomu alaykum. Qaysi bo'lyapti? Real savdolari. Nech pulga? 16 million so'mga. Aka, sizni gaplar. Inson qo'rqish kerak, qabrda yolg'iz qolishdan qo'rqish kerak. Mana men qo'rqaman, nimaga qo'rqyapsiz deb qaranglar. Batta ham savdo bo'lyapti. Qaranglar, batta ham savdo bo'lyapti. Real savdolari. Nech pul qilyapsiz? 17 million so'm. Bo'yi 5-10 plus minus chiqadigan. 5 plus 10 deyapman. Xo'p. 13 chiqdi aka. 13. O'lchak kelganman. O'lchaganmisiz? Uni aytmaymiz-da. Faqat 5-10 aytiladi. U gramlar qo'yilmaydi. Qassobga borsangiz gramini aytmaydi-yu. O'shaning singari aka. O'zlaring tushunib olaverasizlar, kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Shunaqa gaplar. Xo'p. Mana savdo bo'ldimi hozir? Mana savdo bo'ldimi? Nech pulga? Ha? Jupa 30 million. Jupa dichasi qancha ekan? Bizning muxlislarimiz bor ekan, muxlislarimiz. Akalar, qanigan bilganlar kommentariyaga yozib qo'yamiz. Dolar bugun bozorimiz yana ham nurini to'kib tashladi. Ba'dan savdo bo'lyapti. Mana bu yerda ham savdo bo'lyapti. Bu savdo bo'ldimi? Endi 5,5 bo'lyapti. Sotamizmi? Xo'p, hozir. Xo'p, qadrdonlar. Xo'p, bo'yi 1.5 desa adashmaymiz, ha? 1.5 desa adashmaymiz. Xo'p. Agar bo'ladi biz yolg'on gapirib 5 deylik, ha? Xo'p, ikkita buqamiz bor ekan, hozir savdolari bo'lyapti, savdosi bo'lyapti. Buni hozir bo'layotgan savdosi 15,5 ga 16,5. Shunaqami? Tekis. Xo'p, qiziqalar telefon raqam berasizlarmi? Xo'p, orqalarini ko'rsatib beraylik. Mana. Bu yosh ko'chat buqalarimiz, boqma buqalarimiz. Xo'p, qiziqqanlarga telefon raqam bering bo'lmasan. 95 Mana shu novvosimiz. 95lik 576 09 71. Qadrdonlar, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Hali savdomiz tugamasdan turib sotildimi? Ha, arg'amchi almashilagan tepanda. Ha, kichkinag'iga, ha. Shunaqa gaplar bemalol o'zlarincha aloqaga chiqib ko'rasizlar. Sotilib ketgan bo'lsa, ma'lumotga ega bo'lish uchun ham telefon qilaverasizlar. Bormi? Xo'p, qancha bo'lsa bori, top beramiz deyapti. Shunaqa gaplar. Biz davom etamiz yurishda. Mana shu ham savdo bo'lyapti. Qaysinga bo'ldi? Hozirgimi? Jupa 14 million so'mdan 28 million so'm savdo bo'lyapti. Real savdolar. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasi bersin. Mana shu yerda to'ppa-to'g'ri ko'chatiga. Assalomu alaykum. Tanigan bilganlar kommentariyaga yozib qo'yamiz.
Savdo bo'layapti. Ana mana shu yerda ham qiziqarli savdo bo'layapti. Necha pulga ziyon qilasiz? Bu jupimi? Jupi. Ha, mana ikkovlarimi? Xo'p. Qadrdonlar bo'yi 1 metr chiqmaydigan. Yo'q. Xo'p. 95 1 plus minus tepada turibdi, chunki 31 million so'mga qiziqarli savdosi bo'layapti. Real savdolari. Real savdolar. Voy. Xo'p, olganga ham sotganga ham Alloh barakasini bersin. Bizdan uzoqlashmanglar. Biz imkon qadar qiziqarli bo'lgan savdolar ko'rsatyapmiz. Akalar, bozor to'g'risida fikringiz qanaqa? Assalomu alaykum. Bozorlar alaqda. Ya bo'ldimi? Baraka bo'ldimi? 31,5. Bor baraka. 31,5 ya aka keling deb o'ziga og'zidan chiqib yo'q qadrdonim 31,5 o'zingizga beraman 32,5. Xo'p, qadrdonlar 32,5 million so'mga ber deyapti egasi. Oluvchi 31 million so'm, 31,5 million so'mga. Oley, bo'lsa men olib qo'yaman, oley. Bor baraka. Gapirdimi, gapirmadi. Devordi. Xo'p, bularning savdosi pishguncha biz ba'zan chiroyli qiziqarli bo'lgan savdolar sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Bizdan uzoqlashmanglar. Qani? Ko'rsatib qo'yingman. Bo'ldi mana. Qadrdonlar, oho mana. Havas qilganlar like bosib qo'yamiz. Xo'p. Bular qatta mollari. Bular shu o'zimizning mesli mollar. O'zimizning mesni. Mesli o'zlari. Xo'p. Yeyishlar joyida. Bir hafta sinovi bor. Bir hafta sinovi bor. Nechpildan nechpilgacha deb aytyapsiz? Ularni 17 million so'mdan narx aytyapmiz. To'rovini. Xo'p, novvoslarimiz bo'yi 1 metr plus minus 5 chiqadigan novvoslarimiz 18,5 dan. Bozor nechpil qildi to'g'risini ayting aka. Bozor ularni hozir Va 15,5 million so'mdan savdo bo'lyapti. Xo'p, doimiy ravishda bo'ladimi? har doim bo'ladi. Qiziqarli telefon raqam berasizmi? 93lik. 93lik 214 214. Akam nima qilamcha orqangizga qilib olaverasiz. Sotilib kes, qaytarib 93lik 214 78 78 68. Qadrdonlar bemalol aloqaga chiqarasiz. Sotilib kelsa qancha bo'lsa qilib beraverasiz. Hozirgi kunda nechta bo'lsa bemalol aloqaga chiqarasizlar. Mana shu yerda savdosi bo'lyapti. Nech puldan bo'lyapti? Hozir nech pul qilyapti? Savdo bo'lyaptimi? Ha, savdo bo'lyapti. Nech pul? 3'ovsi 46 million so'm bo'lyapti. Akalarimiz qilyapti. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin. Mana shu yerda savdo bo'lyapti. Qaysi savdo bo'lyapti? Nech pulga? Haliyammi? Yo'q, haliyammi? Haliyam birinchi videoga olib ketgandim. Akani olgandim. Mana odamni kim taniydi? Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Dadamning uyga ukasi bo'ladi. Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Shunaqa gaplar. Nech pulga bo'lyapti? 30 million 500 ming so'mga bermayapti. 30 million 500 ming so'mga mana shu bo'yi 1 metr chiqadigan go'zaylarimiz bermayapti. Xo'p, 10 kun, 15 kun, 20 kun oldin mashinlar 11 million, 12,5 million, 12, 11 shunaqa edi. Hozir mana oldiga yurgani bilinyapti. Bozorimiz juda ham chaqqon bo'lib qolgan. Agar biz qo'ygan videolarga ishonmasangiz, o'zingiz kelib bir qator ma'lumotga ega bo'lishni aynalik desangiz ham bo'laveradi bir qator. Shunaqa gaplar biz qiziqarli bo'lgan savdolarni ko'rsatishga harakat qilyapmiz, bizdan uzoqlashmaylik. Qadrlar, vaqtda ham biroq qiziqarli savdo bo'lyapti, qiziqarli savdo bo'lyapti. Nima qochyapsiz? Nima qochyapsiz? Savdolaringizni ko'ray deb. Aka, o'g'ri bilan jinoyatchi qidiruvda odam qochsin. Aka, siz qochmang. Assalomu alaykum. Bormisiz? Ha, ana qochib qabrga boradi deyapti. Aka, u yolg'iz qolishdan xudo asrasin. Aka, nima bo'ldi? Sho'q ekan, Shunaqa gaplarda. Egasiga bo'lsa yuvosh bo'ladi. Nech qilyapsiz aka? Hazil o'zini yo'lida-yu. Nech pul qildi? Sir bo'lmasa? 12 million berdi. 12 million so'mga 1 metr chiqmaydigan bo'zayimiz. O 1 deylik, men 1.5 ko'rmayapman. To'g'risini kommentariyaga yozinglar, men 1 metr ko'rmaysam 1.5 deyapti. Akalar, kim to'g'risini aytayapti? U bolami, menmi? Yozinglar kommentariyaga.
Shunaqa gaplar bizdan uzoqlashmanglar. Biz qiziqarli bo'lgan savdolarni sizlarga ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Mana bizning qo'y bozorimiz bo'ladi. Qo'y olaman deganlarimiz. Oho. Bu chiroyli kimdan ekan? Sizdanmi? Hoji tog'a? Oyog'im tegdi ekan, ko'rmay qopman. Qarang. Men yaqindan ko'rsatishga harakat qilaman. Buni nech pul deyapsiz? 20 million ozgina. 20 million. Vaytda ham bir ajoyib turibdi. 20 million deyapti. Xo'p, bo'yi 1 metr chiqmaydigan novvosamiz 20 million. Bozor nech pul qildi Hoji tog'a? 17,5 million qildi. Qiziqqanlarga telefon raqam berasizmi? Olsa xardor, olmasa bizning muxlislar. 93lik. Xo'p, 93lik 251 19 68. Bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Shunaqa gaplar. Bu yerda ham bir 16,5 bo'ldimi? Ha, 16,5 qilyapti. Men so'rayapsiz debman. Adodolar 16,5 so'ralyapti. Shunaqa gaplar. Va maytda mana boqma buqani yetalab, hali ishdan charchab kelgan endi ko'chaga olib chiqib, yetalab boqadigan bo'zaylar. Xo'p, bo'yi 1 metr chiqmaydigan, narigisi hop 95 chiqadi, bu 90 chiqadi. Aka qormay nechpul qilyapti bozor? 13 million? 13 million 8, 13 million. Xo'p, aka qiziqqanlar telefon raqam berasizmi? Bering qiziqqanlar telefon raqam. 95lik. 95lik 436 chiroyli narsa ekan. 436 91 91. Aka sotildimi bular? Ha? Baraka bo'ldimi? 13 million so'mdan baraka bo'pti. Endi biz tashqariga chiqib, qadrdonlar sotilgan, sotilmagan variantlar. Ahad tog'am o'g'li ham chetda mana. Sotilgan, sotilmagan variantlarni sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Aka, Shunga nomer qo'yib qo'ying. bo'ldi, mana qo'yib qo'yaman-da. Dastlabkasi bilan. Telefon raqamingiz nechi? 94lik 703 77 94. Qadrdonlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu bormi? Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Shunaqa gaplar. Bizdan uzoqlashmanglar. Biz tashqariga chiqdik. Tashqarida biz qiziqarli bo'lgan savdolarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Qadrdonlar tanigan bilganlar kommentariyaga yozib qo'yasiz. Bu odam kim? Hozirgi kunda kim bo'lib ishlayapti? Olinibdi. Nech pul? Ha? 12 million so'm. Bo'yi 80-85 chiqadigan. 90 chiqmaydi. 12 million so'mga. Hormay aka nech pul bo'ldi? 36 mi? Taroziga totildimi? Voy, 36 million so'm bo'pti ekan. Mayli, taroziga totildimi? Meni bolalar kelibdi ekan mana. Shunaqa gaplar. Nech pulga? Bo'ldi. Aka taroziga sotildimi? 23 million so'm bo'pti ekan. Novvosimiz bo'yi 1.10-15 chiqadigan buqamiz. Shunaqa gaplar, qiziqarli bo'lgan savdo hayvonlarda sotilgan, sotilmagan variantlarni sizlarga. Ukamiz olib chiqyapti, ajoyib bola. Nech pul bo'ldi bu? Shopirmi? Yo'l kira nech pul? 100 ming. Aka bu nech pul bo'ldi? Xo'p, mayli, bular shopir biz deyishda aytishimiz kelmadi. Shunaqa gaplar. Ekan, muxlislarimiz bor ekan. Barchasi mana shu dehqonlarning uzog'ini yaqin, og'irini yengil qilgan shu shopir akalarimiz barchasi duo qilib qo'yasizlar barchalarini. Sog' bo'lsin, tanijoni sog' bo'lsin. Shunaqa gaplar. Biz qiziqarli bo'lgan savdolarni sizlarga ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, qadrdonlar like bosib qo'yamiz. Kanalimiz mehmonlari obuna bo'lishni unutmang. Barcha qiziqarli voqealar, savdolar Boydada o'zida. Qo'llab-quvvatlagan holatda like bosib qo'yamiz. Nech pul bo'ldi aka? Ha? 14 million bo'pti ekan. Novvosimiz bo'yi 1 metr chiqmaydi. Aka nech pul bo'ldi bu? Shopirmisiz? Shopir ekan, bilmabdi. Xo'p, taxminan aytamiz. 550 hisobladik kilo. Hoji tog'a. Bilmadingizmi? Shopirmisiz? Narxini bilib turinglar. Shopirlarga ham oson emas. Endi nima qilsin endi shopirlar? Xo'p. 12 million 700 ming so'mga mana shu 1 metr chiqadigan qo'najinimiz sotdi. 12 million. Borizga bo'ldi. Sog' bo'ling. Shunaqa gaplar biz ajoyiblari chiqyapti. Qani, jabo sho'q ekan. 17 million novvasa 17 million so'm bo'pti ekan. Qaysi birini gapiga ishonaylik? 18 deganga ishonaylikmi, 17 deganga ishonaylikmi? O'zi bozor yolg'onchi bozor bo'lsa. Qo'yimiz nech pul bo'ldi, qo'y? 4 million 800 bo'pti ekan. Voy, nech pul bo'ldi bu? Nech pul bo'ldi? Qani, katta.
Va boqqanda otasiga rahmat. Bu bular shopir bo'lsa kerak, aytgisi kelmadi. Ha? 60 million bo'pti-ku. Taroziga tortildimi aka? Xo'p. Xato kamchiliklar uchun uzr so'ragan holatda barcha xatolarimiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'ysalar, biz o'g'nashga harakat qilamiz. Biz birinchi, ikkinchi videolarimizni olib tugatyapmiz, boshqalarini ham olamiz. Imkon qadar hozir jonli efir qilamiz. Jonli efirda aktiv qatnashishlaring mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Borlaringga shukr. Like bosib, obuna bo'lib qo'llab-quvvatlash sizlardan. Sog' bo'linglar.